Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Sizlar bilan bugun va nihoyat shu daqiqalarga yetib keldik. YouTube'dan maxsus 100 ming obuna uchun mukofotni qo'lga kiritdik. Ya'ni Silver knopkani hozirlar bilan obzorini ko'rib chiqamiz. Sizlar bunaqasini ko'rganmisizlar? İşte sizlar kutmagan narxda ana bitta yaqindan ko'rsatib qo'y. Orqasida nimadir xatlari bor ekan, ko'ramiz hozir. Bismillah. Ajoyib ishlangan, eksklyuziv faqat. YouTube tomonidan qisqacha xat yozilgan bo'lar ekan. Ya'ni Silver knopka bilan taqdirlashdan biz ham juda ham xursandmiz degan va yanada katta yutuqlarga erishish uchun tilaklar bildirilgan YouTube kompaniyasi CEO atdelidan yo'rilgan xat bo'lar ekan. To'g'risi, xursandchiligim juda ham cheksiz darajada. Bu faqat meni yutug'im emas. Meni qo'llab-quvvatlagan obunachilarim, ya'ni sizlar bilan bu narsaga erishdik. Yapol bo'lsa. Nur Muhammad bu. Naborimizni ayniqsa assalomu alaykum. Bu naborimizda 11 ta. Juda ham ajib tuyg'u bo'lar ekan. Bunaqa mukofot olinganda. Odamda nima deydi? Motivatsiya yana ham cheksiz darajada kuchayib ketar ekan. Elimizda sizlar uchun kutilmagan narx obzori zo'r. Nice. Yüz ming obunachi uchun bu mukofot. Shu yerdagi 100 ming sonning ichida har biringiz meni obunachilarim turibdi. Sizlar ko'rsatilgansizlar. Ko'kcha filialida yo'q. Bunaqa aravani ko'rmang. Ko'kcha filialida bo'ladi. Bu telefonimizni bu naborimizda 4 xil ovqat qilib beramiz. Bu proyektni endi boshlagan paytimizda qachon 100 ta podpishchik, ya'ni obunachi bo'lishini kutganmiz. Hozir bo'lsa alhamdulillah 100 mingtadan oshdik. Bu hamma sizlarning qo'llab-quvvatlashinglar bilan erishildi. Hammalarni hissayman bor. Keyingi maramizda 1 million podpishchikka erishamiz inshaalloh. Bitta gap aytib o'taman sizlarga. Opa-singillar, aka-ukalar, hech qachon orzulardan voz kechmanglar. Bugun bosilgan kichkina qadam ertaga katta marralarga erishishinglarga yordam beradi. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr. Sizlar faqat yaxshi raqiblar. Hozirlardan sizlar faqat sizga